Endi leksiyimizni, muhokimimizni boshlaymiz, hurmatli vatandoshlar. Biz yuqoriqilarni muhokama qilib baqaylik. Yuqorida savdo so'rkilishi oxirlashdi, Jungo taslim bo'ldi degan gaplarni angladik. Leksiyalarni angladik. Bunda qaraganda Jungo Xalq bankisining banki boshlig'i, yangi tayinlangan banki boshlig'i Yigan apandi o'tirg'i chiqib o'zining bu qatamqa tadbirlari va islohot tadbirlarini o'tirib qo'yibdi. Bu tadbirlarni ayni vaqtda 17 yil burungi dunyo savdosiga Jungo a'zo bo'lib kirgan vaqtda bergan va'dasi. Siz shunga diqqat qilasizki, hurmatli vatandoshlar, 17 yildan beri Jungo buni ijro qilmadi degan gap. 17 yildan beri buni ijro qilmadi. Amerika shunga ta'xir qilib saqlab keldi degan. Bugun o'ttirg'i chiqib, endi sen bu savdo tartibini ijro qilamsan, savdo kelishimi qonunlarga hurmat qilamsan degandek o'ttirg'i chiqdi. Lekin qiyofatni aytganda boshqa prezidentlarga solishtirganda, bu sobiq prezident Obama davrida Jungo shunday va'da bergan. Lekin ijro qilmadi degan gap. Endi bu shu qiyofat jihatini aytgan bu qatam prezident Trumpning o'ttirg'i chiqib, Jungo bilan bu qatam savdo so'rkilishi qilishi orqali sen dunyo savdosida bergan va'dani amalga oshirasan dedi bu qatam. Endi bu Osiyo iqtisod yig'inida rais Xi Jinping va'da berdi. Uning keyinda bu yig'inga qatnashgan Jungo Xalq bankisining boshlig'i Yigan apandi yuqorida va'da berdi. Endi biz buning ichida siz bizga tanishlik bo'lgan bir sohani olaylik. Banka sohasi. Bir davlat ikkinchi bir davlatga berib, savdo munosabatlari orqali banka echish. Siz buni tasavvur qilib baqing. Bu banka uyada foyda olish kerak. Bu banka uyada tijorat qilish kerak. Pul omonat qo'yish va pul qarz berish degandek. Shunday xizmatlarni banka o'zi xos faoliyatni bajarish kerak. Demak, chet el mablag'i Jungoga kirib banka ochadi degan gap. İkincisi, siz bilan bizga tanish bo'lgan yana bir soha, hozir o'tirg'i chiqyapti Jungoda qandaroq bo'lganini bilmaymiz. Masalan, Xitoylarning Baoshan va Straxoniya shirkati degan endi bu g'arb davlatlarida undan ayriladigan odam bo'lmaydi ekan, har qanday odam shunga kirdi ekan. Endi hozir Jungoda qancha daraja buni qilolmaydi. Demak, hozir endi Yigan banka boshlig'i nima dedi? Biz chet el shirkatlari va mablag' kapitalining Jungoga kirib Straxoniya shirkatlarini echishiga yo'l qo'yamiz dedi. Bankining tarmoq bankalarni echishiga yo'l qo'yamiz dedi. Masalan, shunday bo'lgan vaqtda hozirgi tahlil qilaylik. Siz biz yashagan o'zimizning vatani, Xitoy mustamlika qilib olgan vatani, keyin nima nomda Xinjiang Uyg'ur avtonom rayon deydigan nomga erishgan vatanimizda 68 yil bo'ldi shu Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonining ma'muriy siyosiy birligiga ega bo'lgan bu o'lkada o'zining bankasi bormi? Yo'q. Bu yerda qurilgan qurilish bankisi, savdo sanoat bankisi, Jungo Xalq bankisi, Yezigilik bankisi degan bankalar bir tutash oldi. Gubernator millat Xitoy davlatining bankalari bilan bir sesimizdek ishdi. Bu o'lkada yoki bu avtonom rayon degan bu o'lkada hisobotni birlik qilganda hisob qilganda hisobotda bo'g'adigan chog'da avtonom rayonning hech qanday huquqi yo'q. Demak, banka tijareti bu markaziy hukumatning tijareti degan. Bugun agar chet el kapitali kirib Jungoda bank quradigan bo'lsa, banka ochadigan bo'lsa, axir debdi tarmoq bankchilar, hatto bola banka ochishga ruxsat debdi. Agar chet elning shunday bankalari Urumchida qurilgan bo'lsa, uning tarmoq bankasi Qashqarda, Xotanda, G'oljida, Oltoyda qurilgan bo'lsa, u vaqtda buni tijorat ahvoli qarang, hurmatli vatandoshlar. Biz boshda aytdik, bu tarafda chet el bankasi, masalan, Amerikaning Citibank, Amerika bankasi degandek, Germaniya bankasi degandek, bu bankalar qator turibdi. Agar bu tarafda bo'lgan bo'lsa, Jungoning Xalq bankasi turibdi. Agar boshda fuqarolar muomalasi degan bir gapni og'izga oldik. Endi bu bankalarga xalqlar xaridor bo'lish kerak. Xalq va fuqarolar xaridor bo'lish kerak. Omonat qo'yish kerak, qarz olish kerak, provodga almashtirish kerak. Har xil tijoratlarni, bank tijorati bilan shug'ullanish kerak. Bunga fuqarolarga qanday muomala qilish masalasida bu oxirida kichikgina qistirib qo'yapti, lekin hech aytmabdi. Demak, mushu masala bo'yicha bo'lganda, ikkinchisi andan Straxoniya shirkatlariga
chet elning kapital selishiga yo'l qo'yamiz debdi. Buningda Xitoycha Baoshan Strahvaniya şirketi qarab beqinki buningga kishilar masalan bir uy mulkini Strahvaniya şirketiga tizimlashsa yoki o'zining boshqa moddiy mal mulk besatini Strahvaniya şirketiga tizimlashsa siz o'zingiz faraz qilib tasavvur qiling, shundoq vaqtida siz bir Tibetlik yoki siz bir Uyg'ur bo'lish sifatingiz bilan qo'lingizdagi pulni, qo'lingizdagi mal mulkingizni chet el shirkatlarga masalan g'arb dunyosidan kirgan Angliya, Germaniya degandek davlatlarning qo'rg'on Strahvaniya shirkatiga tizimlatamsiz yoki Xitoyninkiga. Ondaqda bu yerda nima hol yuz berdi? Anda şunun kendi lazı yigan sözlügendik yıl torbetki yana bir haber geldi ki biz bu haberini tayarlamadık. Çünkü bu haber YouTube'da verildi. Ne mi değildi deysenler? Cungu Amerikan oturusunu soğudu sürkülüşü ahırlaştı. Anda o tohtam bu tohtamla tüzeledi dedim. Aynı vaxtda Dünya Soğudu Teşkilatı'na kirgende Cungu cevap vermegen, cevap verişten baş tartkan bir mesele var. O sebep olsa mı? Demek hazır Cungu'da oturup götürülüp çıkıdığan bu tohtamda ve kilişimde oturup koyulduğun bir neyse kapitalı bile emgekten münasebeti. Bunun da işçiler sayıyoruz ya Xitay tilindeki Gonghui meselesi. Kapital ile emgekten münasebeti. Emgek şeraiti ile emgekten münasebeti. Emgek şeraiti ile ne var? Emgek ile emgek küçüyeke emgekten önümü ile emgek maksudinin münasebeti. Moşunda Katarlı işgalgendi. Bunların hemisi halkın turmuşuna münasebetlik buludur. Ahval şu dereceye yetkende mesela Gonghui yani Xitayca İşçiler Soyuzu Kompartiyanın rehberliginden çıkıp gitdi. Eğer Kompartiyanın rehberliginden çıkıp ketmese chet elinin G'arb kapitalizmi yoki G'arb moliya guruhi Cungu bilan tuzadigan bu shartnoma bo'lmaydi. Demak bu yerda Gonghui ishchilar soyuziga erkinlik berish kerak. İşçilerin menfaatini qo'g'dashga erkinlik bo'lishi kerak. Shu vaqtda andin kapitali bilan emgakning munosabati masalasida kapitalist tuzum va kapitalist sanoat bilan shu sanoat ishlaydigan ishchilarning muomalasi, ishchilarning munosabati masalasi gavdalik o'tirg'i chiqqanda bu yerda erkinlik masalasi, demokratik turmush masalasi o'tirg'i chiqadi. Hozirgacha Gonghui degan Xitoy tilidagi bu ishchilar soyuzi Cungu Kompartiyasining rahbarligida yashab kelyapti. Bular mesela işçiler için aytganda ikki narsa. Biri emgak muhitini yaxshilash, emgak sharoitini yaxshilash. İkincisi davomli qaldi. Bir yil ya 2 yil o'tganda yoki maoshni chiqarish, o'stirish yoki maoshni tushirish, cho'kirish masalasi. Mushundaq vaqtda ishchilar o'z oldiga namoyish tashkillab, ko'chalarga chiqib yoki iltimos shaklida, yoki tinch yo'l bilan, yoki suhbatlashish shaklida o'zini boshqaryapti, o'zi ishlayotgan zavodning xo'jayinlariga gap qila oladi. Shu vaqtlar andin bularning turmushi kapolatga ega bo'ladi. Hozir qaraganda YouTube'da so'zlangan so'zni nima deyildi desanglar, buningda hozir Xitoy hukumatı bu emgak bilan kapitalning munosabati degan masala bo'yicha ishchilar va Gonghui, ishchilar soyuzi degan masalani eg'izga olmaysan dedi. Mubada siz shuni o'ylab baqiring. 17 yil qarshilik qildi Cungu hukumatı. 17 yildan beri shuni ijro qilishni amalga oshirmabdi. Bugun endi prezident Trump yana qaytib va'da berib, Cungu hukumatı kayniga yandi, Cungu hukumatı yo'l qo'ydi, ma'qul dedi degan bo'lsa, shu vaqtda shuni ijro qildigan bo'lsa, hozir bank boshlig'i Yiganning so'zi bilan aytganda, buni yo'l qo'ydigan bo'lsa, Cungu jamiyatidagi bir xil tangpungliq, ya'ni bir xil muvazinat. Şunu esingizga elinki, hozir mayli G'arb dunyosi, Yevropa ittifoqidagi davlatlar bilan bo'lgan savdo munosabatlarda, Amerika Qo'shma Shtatlari bilan bo'lgan savdo munosabatlarda vaqtida Cunguda bir muvazinat, bir tangpungliq tashkillandi. O'tirg'i chiqdi, hozirgi shu davom qilib kelyapti desangiz. Endi hozir Yiganning bergan va'dasi bo'yicha bu tangpungliq, bu muvazinat buzilgan bo'ladi. Demek Cungu cemiyetinin növbetdeki kurulması, cemiyet kurulması, iktisat kurulması ve iktisat siyaseti başta depti o Yigan Efendi kanun nizamnamlarını özgertibatımız. Muşlarının hemmisi de özgürlük hasıl bulundu diyen.
vaqtda Cungo cemiyetinin özgürlüşü muşu dereceye yetkende cemiyette kuralaның menfaati kanaatke ya kandırışkı erişemdi ya ki Cungo cemiyeti kuralaның menfaati ayağa sıkılınam. Bu Cungo Kompartiyası intayın mühim mesele. Bugün sen eçivettin, eçivetişke. Bugün sen özgerttin, özgertişke. Bugün sen yol koydun bank kuruşka. Bugün sen yol koydun inşüransı yani. Bavşen, strahvaniye şirketi kuruşka. Çet el, kapital ya ki maliye, garoyinin Cungo'da şundak ticaret kılışı yol koydun. Emniyetim yüzden belge verdi. O 7 yıl vermegen edin. Bugün endi bədin işqa aşırışqa maqul dedin. Bu muşu bir hafta içinde el bulamdı. Ahırda yigan depti, yılının ahırıqıcı eçip bulumen depti. Bu vədə Amerika'ya bir vatka vədə. Amerika endi bunun siyasete kanda belgeleydi. Steve Bannon neme deydi? Bu en ahırıqı sınak. Prezident Trump üçün etkandı bir xil sınak, bir sınak deydi. Hazır ahır diyen neme deydi Steve Bannon'ın sözün ahırda? Biraz soğuda uğraşa karıştırış, soğuda sörkülüşe karıştırış. Boşunda işte Amerika'da bulup gelgeniydi. Endi en ahırki hesapta Cungo'ga dost atıdığan kişilerin özüne ait az kaldı deydi Steve Bannon efendim. Bugün kilik siymez müşakiçe hürmetlik vatandaşım.